Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. AQSh Davlat departamenti O'zbekistonda AQShga noqonuniy immigratsiya bilan turib tashkillashtirishda ishtirok etgan shaxslarga nisbatan viza cheklovlarini qo'llash choralarini ko'rdi. Bu haqda departamentning rasmiy saytida xabar berildi. Bu choralar O'zbekistonda joylashgan ikkita viza xizmatlari kompaniyasining rahbarlari va yuqori lavozimdagi mas'ul xodimlarga taalluqli bo'lib, ular AQShga noqonuniy ko'chib o'tishni rejalashtirgan shaxslar uchun asosan shu maqsadda qaratilgan sayohat xizmatlarini ko'rsatgani aniqlangan. Mazkur qaror immigratsiya va fuqarolik to'g'risidagi qonunning 212A3 bo'limiga muvofiq qabul qilingan. Ushbu me'yorga ko'ra AQSh tashqi siyosatiga jiddiy salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan shaxslarning mamlakatga kirishi taqiqlanishi mumkin. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ayrim shaxslar, jumladan voyaga yetmaganlarni ham o'z ichiga olgan holda AQShga noqonuniy immigratsiya qilishni ko'zlagan odamlar uchun transport harakatlarini muvaffaqiylashtirgan. Ular Markaziy Osiyodagi tranzit nuqtalarigacha aeroportlar va chegaralar orqali tashishni tashkil etgan. Keyinchalik ko'pchilik AQShga noqonuniy kirishga urinish paytida aniqlangan. AQSh milliy xavfsizlik yoki immigratsiya qonunlarini izdan chiqarishga qaratilgan har qanday urinishlarga toqat qila olmasligini bildirgan. Davlat departamenti noqonuniy immigratsiyadan foyda ko'rayotgan shaxslar javobgarlikka tortilishini ta'minlashi va chegaralar hamda milliy xavfsizlikni himoya qilish maqsadida odam savdosi va kontrabanda tarmoqlariga qarshi qat'iy choralar ko'rishini ta'kidlagan. Shu bilan birga AQSh hukumati noqonuniy immigratsiyani tashkil etuvchi jinoyat tarmoqlarini bartaraf etish borasida O'zbekiston hukumati bilan yaqin hamkorlikni yuqori baholashini bildirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh Davlat departamenti davlat byudjetiga yuk bo'lishi mumkin bo'lgan arizachilarga qarshi kurash doirasida 75 ta mamlakat fuqarolariga viza olish uchun arizalarni ko'rib chiqishni to'xtatayotgani haqida xabar berilgan edi.